Assalomu alaykum. Men Hamzayev Sherzod, Toshkent kimyo texnologiya institutining 3-bosqich talabasiman. Menga berilgan mavzu tarkibida metan va etan ko'p bo'lgan gazlarni fraksiyaga ajratish jarayonini tushuntirib beraman. Tabiiy gazni separatorga beramiz. Separatordan tabiiy gaz tepaga chiqadi, bu yerdan kondensatsiya ajralib chiqadi. Separatorimizdan tabiiy gaz demetanizator kolonnasiga tushib, tepadan yana metan gazimiz chiqib, teploner orqali separatorga beriladi. Separatordan yonilg'iga chiqadigan gazimiz tepaga chiqib ketadi fakel orqali, pastga tushadigan metanimiz esa nasos orqali bir qismi boyagi kolonnaga beriladi, ikkinchisi yana bir qismi esa metan fraksiyasiga ajralib chiqib ketadi. Keyin metansizlantirgan gazimiz bu yerdan aylanib reboler orqali isitilib yana kolonnaga qaytadi-da, harorat ushlab turish uchun qaytadi. Keyin metansizlantirgan gazimiz deetanizator kolonnasiga boradi. Uje metan fraksiyasidan ajratdik. Metansizlantirgan gazimiz bu kolonnamizga borib tepaga chiqadi-da, teploner orqali separatorga beriladi. Separatordan o'tda boyagidek gazimiz ajralib chiqib ketadi. Yonilg'iga ajraladigan gaz, etan gazimiz esa pastga tushib nasos orqali bir qismi tepaga beriladi, bir qismi esa teploner orqali sovitilib chiqib ketadi. Xuddi boyagidek bu ham harorat ushlab turish uchun reboler orqali isitilib yana qaytiladi. Keyin esa bunisi ham bu kolonnamiz depropanizator kolonnasi bo'lib, bunga propan gazi tepaga chiqib separatorga, bu gorizontal separator deyiladi. Gorizontal separatorga berilib, bundan ham yonilg'iga chiqib ketadigan gazimiz chiqib ketadi. Pastdan esa propan gazimiz nasos orqali bir qismi tepaga, bir qismi esa fraksiyaga ajralib chiqib ketadi. Xuddi boyagi ham bu ham shunday qilib chiqib ketadi. Keyin oxirgi kolonnamiz 4-kolonnadan bag'dan propansizlantirgan gazimiz bu kolonnamizga boradi, 4-kolonnamizda. Xuddi mana bag'dan borgan gazimiz butan gaz bo'ladi. Butan gazimiz tepadan chiqib teploner orqali separatorga tushadi. Separatordan o'tda boyagidek gaz yonilg'iga chiqib yondiradigan gazimiz tepaga chiqib ketadi. Pastga esa fraksiyaga ajralib ketadi. Bu ham butandan qolgan fraksiyalar esa bag'dan chiqib ketadi.